Donat shaftolini muxlislariga bu videoni tezda ulashib qo'yasizlar akalar. Holatni qaranglar, meva quyilib yotibdi-yu, mana 10-iyunni sanasida. Video yoqayotgan bo'lsa akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sabab bundanda qiziqarli videolarimiz hali juda ham ko'p. Yangi istiqbolli navlarni ko'rsatishda davom etamiz mana. Ideal holatda bo'lgan meva. Anjir donatlar oilasiga kiradi. Har bir tupida mevani qaranglar. Bugun kilosi buni $4 sotilayotgan meva shu meva bo'ladi. Ketdi. Ichkarida mevalar qaranglar. Bu ko'ringani sizlarga ko'rinyapti, lekin bu yerda juda ham meva ko'p. Ko'rsatishimizdan doimgi maqsadimiz ishonchli ko'chatlarni ko'paytirib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi. Ketdi. Holatni qarang. Xudo xolasa manzilimiz Quvada. Kuz oyiga assortiment ko'chatlarimiz sotuvda bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, biz kuzatishda davom etinglar.